Sizlar aniq mana shunday videolarni ko'rgansizlar, lekin qanday qilib shunday tez blok qo'yishni bilmaysiz. Bugungi videoda esa men shulardan 3 tasini o'rgataman. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam men boshladim. Birinchi qadamimiz aynan shu nastroykaga o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Agar bunga o'tmasangiz, demak buni qila olmaysiz. Va do'stlar, men tugmalarni yo'q qilish modini qo'shmadim, chunki uni qo'shsam qanday qilishni bilmaysizlar. Ya'ni qaysi tugma qachon qanday qilinishini bilmaysizlar. Xo'p, do'stlar, birinchi bo'lib o'zimizga platformacha yaratib olamiz. Mana birinchi tez blok qo'yishimiz bu. Mana shunday joy yaratib olganlardan keyin oddiy blokdan 3 metr, ya'ni 3 blok uzoqlashasizlar. Mana do'stlar, men platforma yaratib oldim va mana xullas, mana do'stlar 3 blok uzoqlashasizlar. Mana 1, 2, 3. Mana do'stlar, uzoqlashganingizdan keyin blok qo'yish va yurish tugmalarini teng bosasizlar va mana do'stlar, bosib turasizlar va ikkalasi birga qo'shilishib shunday blok qo'yiladi. Hattoki bunda sakrash tugmasini qo'ysangiz ham sakrab mana shunday ajoyib tez blok qo'yiladi. Aslida bu mana shunday nomlanadi, lekin men talaffuzini bilmayman. Do'stlar, bu keyingisi sizlarga aniq yoqadi. Keyingisi bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Yana platforma yaratib olasizlar va bir blok uzoqlashasizlar va sakrash, blok qo'yish va yurish tugmalarini teng bosasizlar. Natijasida esa mana do'stlar, buni ozgina o'rganish qiyinroq, chunki uchala tugmani teng bosish kerak, uni ustiga nazorat ham saqlash kerak. Xo'sh, mana men ham ozgina o'rganyapman. Lekin eng muhim bunda bedvarsni qo'llamanglar, bo'lmasam oqibatiga men javob bermayman. Keyingisi xuddi Javaga o'xshaydi. Hozir sizlarga platforma qilib ko'rsatib beraman. Uni qilsang sizni Java o'yinchisi deb o'ylashlari mumkin yoki o'ylashmaydi, bilmadim. Xullas, platforma qilib olasizlar va o'rtadagi plyusga blokni to'g'rilab olasizlar va blok qo'yish, yurish tugmalarini orqaga qaratib bosasizlar va mana do'stlar, bunda ham ancha nazoratni ushlash kerak va sakrash tugmasini bossangiz ham chiroyli ko'rinadi. Va video tugadi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.